Assalomu alaykum hurmatli kanalimda muxlislari, dehqonlar. Mana bugun nimalarda agroatlarda aylanib yuribman. Mana bu sholg'om urug'larni ko'rib, nima kamchilik bor ekan, nima qilish kerak ekan deb nimalar tekshirib yuribman o'rtoqlar. Hozircha nima yo'q. Lekin kecha yomg'ir yog'ib o'tib ketdi bizga ham. Shundan keyin mana shu sholg'om urug'ga ham shira tushadi o'rtoqlar. Shuni hozir nima qilyapman, tekshiryapman. Hozircha yo'q, hozircha. Endi o'rtoqlar mana nimani ham 3-4 kun bo'lgan. Nima qo'ng'izga qarshi dori sepib qo'yganman. Shuni ham bir ko'rib qo'yishim kerak-da. Hali ham aytdim sizlarga. Kasalda davolashdan oldini olish kerak. Shuning uchun shu bir qarab qo'yishimiz kerak. Qo'ng'iz kelmasdan oldin o'sha dori-darmonni qilishimiz kerak. Keyin mana endi baqa o'tib endi mana aytlarda ishlarimiz bor. Aytdan nimalar ekib qo'yganman, ulamalarim bor. Shularni bir ko'rib o'sha daraxtlarni ham ishlab berib, aytlarni qarab qo'yish kerak. Mana bu ulamalarim ulab qo'yganmiz. Mana bu yil ulangan mana shular mana. Erta bahorda ulaganman. Shoptoliga bodom ulangan o'rtoqlar, shoptoliga bodom. Mana shular shoptoliga bodom. Mana. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Hammalaringizni qo'llab turganlarga rahmat. Mana turmush o'rtog'im aytgandek, bizning kundalik ishimiz bor. Mana shu yerga bugun vaqtimizni ajratdik. Hozir aytganlaridek, bu yerda bog' qilmoqchimiz, bodom bog'i. Mana ulangan. Ularni chetini bo'sh qo'ymaslik uchun bu yerga mana oshqovoq, bu chekkasiga lo'ya ekib qo'yganmiz. Mana chiqib qolibdi. Shuning uchun bugun shu yerni o'tdan tozalab qo'ysak, yana undan keyin bularning rivojlanishi bo'ladi. Lo'ya ham bilasizlar, eng kerakli oqsil moddasi bor narsa. Buni masalan go'sht har doim bo'lmay qoladi. Ana shu paytda ovqatga ko'kini solsangiz ham, pishgandagisini solsangiz ham juda ham shirin qilib ovqatni oqsilga boyitadi. Oshqovoqni tarifi yo'q narsa. Buni har qanday kasallikka davo. Mana bu dostor oshqovoq. Oshqovoqni 3 xilidan ekkanmiz. Haligi kichkinasidan ham ekkanmiz, uni ichkariga ekkanmiz. Hozir bu yerda uzun hali kelisop uzun oshqovoq bilan dostor oshqovoqni qo'yganmiz. Bu dostor oshqovoqni oshlarga, bilasizlar, dimlamalarga, hamma ko'katlar bilan, yangi sabzavotlar bilan birga o'sha chiqqandagi kartoshka hamma narsa bilan birgalikda dimlab yeyishimiz mumkin. Eng ozuqali, insonga kerakli, foydali mahsulotlar. Shuning uchun bugun ishimiz mana shu yerda bu yer qolganida endi tozalab, oshqovoqlarni ochib, lo'yalarni ochib, mana shu ko'chatlarni chiroyli qilib qo'yamiz, sug'orib qo'yamiz. Mana shu bizning bugungi ishimiz. Mana 3 kun oldin sug'organ pomidorlarimni holati mana. Birinchi suvni ichdi, o'shanda ham mana yengillatib cho'ldirib mana gullarni qaranglar mana, gullar. Yana bodomlarni ham ko'rib qo'yishim kerak deb o'rtoqlar, shira tushib qoladi. Chunki обязательно mana yomg'irdan keyin shira boshlash kerak-da, bizning sharoitimizda shunaqa. Mana hozircha yo'q. Yo'q ekan deb, nima deymiz, nimada qolmaydi, armonda qolmashi, o'shancha erinmasdan hammasini bir ko'rib chiqish kerak. Erinmasdan. Erindingizmi? Bir marta tushdimi, uni nima qilgunish uchun dori sepib, nima yo'q qilguncha mehnat ancha nima ketadi endi. Hozir mana top-toza bo'lib turibdi. Ko'zdan kechirib, erinmasdan shu narsani ham qilib qo'yishimiz kerak o'rtoqlar.
Anjirlarni ham ko'rishimiz kerak o'rtoqlar. Mana bu tomonda mana bu yerga qurt mana bu yerga tushadi mana. Hozir buni qarang mana top-toza. Mana o'rtoqlar. Mana shunday qilib qarab bosdi. Uramiz. Mana shu ustiga to'rt mana shu yerda bo'ladi. Boshqa joyda bo'lmaydi qurt. Mana. Mana. Mana shu mana shundaqa mana to'rtga mana shu yerda ustida bo'ladi qurt o'rtoqlar. Baxtda ustiga shunday mana bu anjirimiz bo'lagi qora anjir. Qora anjir ham shu mana. Buni sovuqqa yo'q, birinchi hosilda urib ketdi buni. Mana birinchi hosil yo'q bunda mana. Yo'q, hech narsa yo'q birinchi nimada. Qora anjir deydi buni. Mana bitta mana. Mana bitta mana bor ekan mana bitta ikkita mana ikkita uchta mana. Bunda ham bor ekan teva-tevasida mana o'rtoqlar. Mana anjiri. Qora anjir deymiz mana. Shunaqa. Olmalarimizga mana xalaraposta urib qo'yasizlar mana xalaraposta. Qurt bo'lsa bo'lmasa, shira bo'lsa bo'lmasa mana shu holat mana hozircha yo'q shirali mana, lekin urib qo'yaveramiz. Olmalarga ham urish kerak. Mana shunday qilib. Mana bular yaltillab qolibdi mana o'rtoqlar, bodomlar mana yaltillab turibdi. Значит, bunga shira yaqinlashyapti mana, yaltillab turibdi o'zi mana. Mana bilinib turibdi mana, yaltillab. Bunga ham xalarapost sepamiz. Mana o'sha mana. Buni qarang mana shira. O mana. Yopishib turibdi mana bak. Shira, значит, shira tushib bo'ldi bunga ham. Значит, bunga ham dori sepaman. Mana o'rtoqlar, yana mana ekinlarimda bir ko'rib chiqdim. Shira tushganmi yo'qmi? Endi yana mana pomidorimda cho'shga o'tamiz yana mana. O'rtoqlar, laykni bosib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Ozgina bo'lsa ham narsani ekib qo'yib, rezava o'sha foliz ekinlarini o'zlaringda uylaringda uzib qo'l bilan uzib yeganga yetmaydi. Bozorda bepul bo'lsa ham bozordagi bozor, uydagi boshqacha bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, mana hozir lo'yalarni, oshqoqlarni ochdim. Hozir turmush o'rtog'im aytgandek, bizni bolaligimizda dadam rahmali omborda ishlardilar, sovxozda. Keyin kunda bitta so'mkada bodring olib kelardilar. O'sha bodringni bir kuni oshni tayyorlaguncha bodringni biz bolalar hammamiz yeb qo'yibmiz. Haligi oshga qani endi bodring deyishganda yeb qo'ydik degandik bir so'mkani. Keyin enam rahmali kulib, Halimjon, endi bundan bariga agorodga ekib bering. Bolalarni o'zi qo'li bilan uzib yesa, ko'zi to'yadi degandilar. O'shaning uyda hamma narsa bo'lish kerakda. Bola o'zi uzib yedimi, bolani ko'zi to'yadi. O'shaning mana shu keksalar bilgan shu narsalarni. Mana o'shaning hamma narsani, lo'ya, oshqovoq, o'sha qozonimizga nima tushadigan bo'lsa, hamma narsani qilamiz. Ochiqchasini keyin o'sha kerak odamlarga, bozorga karam, bil vohliroq yetmadik karamda. Ana uni ham ekamiz, sal kechroq ekmoqchimiz bugun. Bil. Rahmat shunchalik bizni kuzatayotganlaringga. Yomg'irdan keyin juda ko'payib ketdi-da. Yomg'irdan keyin hali oldingi olganimizning o'rniga yana chiqib ketdi. Mana shu yerga ulgurmay qoldim, shet qolgan ekan. O'sha yomg'irdan keyingi ma'ishitlarimiz ko'payib ketdi. O'shaning uchun mana oshqoqlarni ochib qo'yapmiz. Mana shu oshqoqni mana shu yerda juda ko'payib ketdi. Xudo xolasa tutib ketadi.